Endi bir solishtirish. O'sha binoni egasi, deylik Abdurahmon aka, sud qarorisiz, binoni tagida kim bo'ladigan bo'lsa ustidan bostirib buzib tashlanglar degan ma'noda gapirgandan keyin o'sha binoni egasi hokimga sud qarori yoki o'zini mulk huquqini, yashash huquqini eslatganda, ozgina hissiyot bilan eslatganda, taxminan unga beriladigan jazo masalasi qanday bo'lardi? Endi ko'rib turibmiz-ku, masalan, kecha bittasi Qizil Echkemirga og'ziga nos solib bir ozgina kayf qildirgan ekan, birdan jazoga tortishdi. U fuqaro bo'lgan. Fuqaro bo'lganligi uchun shunaqa. Siz o'zingiz ham bir necha avvalgi eshittirishlarda aytgansiz, toqqa chiqqanda tog'larasini yulib olgan odamga haligi qilingan ekan, jarima solingan ekan. Shundan bu yerda ijtimoiy notenglik, ya'ni rahbarlarga boshqacha qonun ishlaydi va fuqarolargacha qonun boshqacha ishlaydi. Ya'ni bu yerda nostandartlik, ya'ni men hali aytganimdek davlat hokimiyatiga ishonchsizlik aynan mana shu nuqtada boshlanadi.